Mana shu oyoq kiyimlar qanday chiqishiga qiziqaman-da. Xohlasizmi, o'zi Farg'onadagi katta oyoq kiyim zavodiga olib boraman. Katta zavod bo'lsa boramiz. Ketdik. Bu joy Farg'onadagi 30 yillik tajribaga ega bo'lgan Ustalaman fabrikasi. Sanoqlar ko'ryapsanmi? Fabrikada hamma oyoq kiyimlar Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Orzuyingga yetdingmi? Bu apparat ham Germaniyaning Desma apparati. O'zbekistonda sanoqli poyabzallarda padojov mana shu apparatda quyiladi. Fabrikada ayollar, erkaklar va o'smirlar uchun oyoq kiyimlar ishlab chiqariladi. Mana firmali 3 temirli oyoq kiyimlar ham bor. Donaga ham bersa yo'la bo'ladi. Donaga ham, optimga ham, shartnomaga ham ishlashadi. To'lovlar xohlagan turingda. Bu joyga olib kelsanaman. Zavodda O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham bor. Manzil Farg'ona shahar Tamojdin bilan Elektrosetni o'rtasida. Eshitayda firma do'konlari ham bor. Ikkinchi do'konlari Chimyon savdo majmuasi. Fermerlar uchun sud xizmagoni ham bor ekan. Men ketdim dalaga.